3 bölüm. Manga bir neçə parça xat bilan əsləşkə ərsiydigan xatirlərini qaldırıb, onlarning hammasi ketdi. Xo'jayin ketar vaqtida qo'limni qisib, g'ayratlik, umidlik bo'ling. Men seningdan ranjidim. Sening o'rningda men bo'lsammi, balkim shunda qilar edim. Lekin men sening bilimingni o'zimning qilib olmoqchi emas. Vaqti kelganda menga yezib bergan butun maqollaringni o'z noming bilan e'lon qilib, seni rozi qilmoqchi edim. Men ilm xodim emasman, bilamsan, Nadirov mening yaqin og'inam edi. Shuning bir yoshirin xetini elib, Lavlini izlab topdim. Shuningdan keyin Lavli bilan maslahatlashib, seni mushu yo'l bilan saqlamoqchi, dotlashib ketmasin deb bilab turmoqchi edik. Sen xato tushunib qopsan, ukam. Mayli. Kerak yo'q. Hali ham bo'lsa xotirjam o'rgan, yoz, tadqiq qil. Men yana senga yordam qilishga tayyor. Seni bir amal qilib tadqiqot o'rinlariga o'rlashtirishning yo'lini qilaman. Munu xat og'ining Hoshirning xati. 2 yilning oldida turmalarni tekshirgili kirganlardan chiqargan ekan. Mening qo'lim uchib qoldi. O'qib baq, xayr, salomat bo'l ukam, dedi. Men bu odamning haqiqiy vijdon egasi ekanligini endi bildim. Uni bekorla ayblab yurgan ekanman. Mana hozirmi bu qilqim uchun o'zimni ayblab turibdiman. Odam bir murakkab mashina ekan. Uning sirrini bilmek to'g'rimi taskan. Birlari o'lgichimi o'z mohiyatini yoshira oladigan, birlari hatto o'lgandan keyinmi sirliq bo'lib qolaveradigan. Odamning eng chong alohidligimi ana shu murakkabligi bo'lsa kerak. Buni xo'jayinning qo'pol so'zlari, cho'ng gap qiladigan, hatto yolg'on so'zlaydigan ayblari uni nachar qilib ko'rsatgani bilan hayot uning bu nacharliklarini besib tushadigan pokiz qalbini hamon menga oshkorlab qo'ydi-ku. Aybini yo'shirdiganlar aziyib, go'zalligini yo'shirdiganlar ko'paysa, bu dunyo insoniyat bo'lakcha nurlangan bo'lmasmidi? Arif bilan Toshpo'lat heliqi ko'taram eshakni yo'g'on qo'saq baytalga tegishib oldi. Ular qasqir ovuzni oldi-oldiq deb xo'shal bo'lmagandi, ha? Lekin qasqir ovuz ularning buningdan keyin yo'l azobi ko'rmaydiganligiga ishonadi. U shuning uchun heliqi eshakni tugmanchiga beqishga topshirdi. Xo'jayin alayda topshirma bergan o'xshaydi. Go'ngshidan kelgan Davud mudir bu yerdagi boshliqlarga mening oldimdilar. Apandimning turmushiga yaxshi qaranglar. Bir ustal o'rindiq yastib, derisini yo'g'inatib, uyni yo'riq qilib beringlar. Ketgan xarajatini biz to'laymiz, dedi. Davud ajoyib yigitgan, raqib mas bo'lib qoldi. U siyosiy tema bo'yicha nutq so'zlab, birga zarba berish doirasining to'limi kam bo'lib ketganligini, Nadirovlarning nohaq etilganligi, 70-yilning beshidala buning bir xatolik ekanligini to'nib yetganligi va munosabatlik o'rinlarga deganligi qatorliq masalalarda qo'llarini shiltib, xo'jayinning norozi bo'lib to'xtashga belga berib qo'l isharasi qilganligini ko'rmasga silib adigili turdi. Davud uningga ulli qilib, yaxshi so'zlaydigansiz, raqib jo'rin. Bir yerda sizning lentiga ilingan so'zingizni anglaganman, devidi. Raqib bir dil atattirib, kekashlab, Davudga ko'rsatkich barmog'ini tanglab, sen nima demoqchi, kimsan, dedi va Davudning untinsiz tikilib qarashlariga bardoshlik berolmay, ha, shu, dedi da jimidi. Shuningdan keyin u ketkichila undimidi, hatto hech kim bilan xo'shlashmadi. Men hayron. Davud anglagan qandoq lenti u? Davud zodi kim? Hoshirning tonish imlosi, dona yo'g'on arab harflari orasidagi uchlari ilmak ABC'larchu texi. Qimmatli do'stim, xeting 1 yil kechikib tegdi. Hali ham bo'lsa vasiyatingni o'rindayman. Sana bo'lgan hurmatim va seg'inishimning nishoni bo'lsin uchun sening xetingni xotiramga aynan ko'chirib qo'yman va xotiramning bu batlariga mavzu qo'yman. Hoshirning xeti. Salom ala. Seni Kangsaydagi yog'och uyning yenida g'ilpat ko'rib qoldim. Men o'ylagandek qilibsan, aqling ishlabdi. Avoq, Jungo xalq Azadlik armiyasi ishinishga, tayinishga bo'lgan birdan-bir yo'lanchik. Men seni ko'p o'yladim. Sening mushu vaqtliq judundan salomat o'tib ketishingni rostdan aytsam noma'lum bir kuchdan tiladim. Senla saq qolsang, bizning saq qilishimizga ishonch paydo bo'ladi. Chunki sening harbiy rayondagi Lavli degan do'stlaring biz to'g'riliq to'qilgan yolg'on deloni bitchit qilishga yordam qiladi. Yuqordan bizning delolarimizni ko'rsalar, bizni qarlug'uchilar jazolanadi. Partiyamiz haqiqatni amaliyotdan izlaydigan
o'z xizmatidagi xatolik va kamchiliklarni tuzatishga jur'atlik to'g'ri partiya. Menda partiyaga, armiyaga, xalqqa kuchlik ishonch bo'lganligi uchun o'zimning naq o'lib ketishimga zotla ishonmadim. Degandek mana aman qoldim. Sening haqiqatni yuqoriga yetkazish uchun qilgan emgakingning badliga hayot qolganini o'ylasam, bizning 10-sinfni bitirgan yili bir qitim biz ikki gavda, bir yurak deganligimiz esimga keladi. Avaq, sana rahmat. Salomat qolganligimni bir amal qilib roziyaga yetkazgin. Yana bir amal qilib bizning noyining ahvolidan menga bir xabar beringlar. Dehqonlarning ahvoli qanday? Taqsimoti tuvallab nechaga tushdi? Kishi beshiga to'g'ri keldigan ochliq tuvallab 280 jinga tushib qopdidek. Bu rasmi O'stan qurilishi elektr stansiyasi ishdan to'xtabdidek. Chorva mollarning yerimi o'libdidek. Ko'zgilar ushib olma o'riklarmi chechigidila tugishibdidek. Adash bir amal qilib Zuliya Aqag'it o'z daduyining ahvolidan 1966 yili bilan 1970 yilni selishtirib bir amaliy doklad yozib, mavjushining o'ziga hech bo'lmasa jo'singni qiyassin. Mening dehqonlar turmushi to'g'risida mavjushiga yozgan xatim nurg'un amaliy tekshirish, selishtirish, o'yinish orqali yozilgan. U rost gap, u hech qanday tirnoqdan kir izlash, tuxumdek tuk undirish emas. Mening rost gapni inkos qilib yozgan xatimni burmug'uchilar xalqning jazosidan qutula olmaydi. Adash ala, heliqi tadqiqot ishlarining o'ginishing qanday bo'lyotdi? Umu elektr stansiyasidagi ishdan to'xtab qolmaganda, men turmadan salomat chiqsam, o'z ishim amallashmisimi? Mayli, sening ishingni amallashtirish uchun yo'l mangman. Hayot demak, vaqt demak, ömür saat, minut, sekundlarning yig'indisiga sana sharoit vaqt zarur edi. Esit, nurg'un vaqtimiz behuda isrof bo'ldi. Men bu yerda vaqtni ching tutib kelgusi to'g'risida xiyol suryapman. Kulkilik ish, bir ishchan odamni nachar tamoq, jimjit yotoq bilan ta'minlab xiyol qilishga majbur qilgani nimasi? Xiyolimda noitni elektrlashtirish, dehqonlarni boy qilish, mahallalarni obod qilib bo'ldim. Qosh daryosida 4 o'rinda elektr stansiyasi qurildi. Sultoni va Ismozirning yuqorisiga noit uchun suv ombiri qurilib, beynamlarga suv chiqib, butun idirlar ko'kilmaydigan bog'u bo'stonlikqa aylanib, nahiyimizning hozirgi terilg'u yeriga yana 300 ming mo'min bat yer qitildi. Xiyol qandaq shirin, go'zal ha? Roziya bilan kelgusida billa yashaydigan 5 ig'iz uy, mevelik bog', gullik o'ylisi bog' qo'ru, bolalarımның ismlari, chiroylari, mehmonlarim, ular bilan qilishadigan gaplar qisqasi hech nima qolmadi adash. Amaliyotga qaytay, sen bilasan, men 1957-yili Urumchida 8-oylik maoshimni olgandan tortib, hozirgacha texi sarja, yipak deganlarni kiyib boqmadim. Yotgan ko'rpamni noyda oddiy raxtin. Sendan boshqa biror kishinimi tuzukroq mehmon qilib boqmadim. Shundoq bo'lg'ashqa, oylik xarajatim 20 so'mdan oshmaydi. Har yili 500 so'm atrofida bankaga omonat qo'yib yurib, 5-6 ming so'mdek pul yig'dim. Bu pulning cheki noyilik parkumning qo'ruv xizmatchisi Otboqari Yusuf tog'a degan odamda. U seni biladi. Sen barsanglar u pulni sana berdi. Shu puldan 2000 so'mni elib, ittifoq qo'ngshi Yangi Nur Dadi 6-ishlab chiqarish uyining kambag'al tuvan o'tiri dehqonlar jamiyatining mudiri Seyit Yalang To'sh degan odamga bergin. Men tuvanga tushsamlar, shuni gedi turatdim. Bechora mehmonduz, gepichung ishcharman odam. Qo'lida qarzdan boshqa boyligi yo'q. Texi qo'li ishqa tagbigan niyatli bolasi. Qurvonam ismli qo'li gul yosh ayoli bor. Er ayolning yeshi 18 yosh farq qilgani bilan ular yangi to'y qilgan yoshlardek inoq, baxtli. Şuna ayoli to'lmishchan. O'ylasida uning qo'li bilan haqlanmagan hech qanday tam daraxt yo'q. Tonur beshi, to'xu katki, hojatxona, ko'ktat o'rinlarining og'zimi haqlangan, qisqasi birdan-bir boyliqi bo'lgan o'ruq tog'il seyir bilan Pöpçəklik 4 mələ mekiyindan başqa həmmələ nimisi haqlanğan. Ular bəxtlik, ümidlik, lekin ularning düyüge 1462 so'm qarzi bor. Men bergan pul bilan ularning qarzini uzib olsin. Oshqinni xarajat qilib, xo'shal xuram kun ko'rsin. Seyit Yalang To'sh do'stlarini choyga chaqirib piyolda haraq ichib, biz to'g'riliq do'stlarimga hikoya qilib bersin. U to'lim umidlik odam. Uning o'g'illari cho'ng bo'lyotdi.
bir necha yildan keyin qarzdor bo'lmaydi. Avaq Seyit yalang to'sh nima deb so'rab qilishing mumkin. Bilib qo'y. U bir samimiy dehqon. Seningcha fikr qilganda u 70-yillardagi Uyg'ur dehqoni. Uning oilasi biz yashayotgan jamiyatning naq o'zi. Әла yaqinda men Əlanurning dadisi heliqi peshqadam jangchi bilan yotoqtash bo'lib qoldim. U Osmonning qanday qilib turmadan qochqanligini o'z ko'zi bilan ko'rgan ekan. Uning ustiga Osmon hozir turayotgan joyini Shandong o'lkasining dengiz yoqasidagi bir noyisidan mushu odamning Urumchidagi o'g'liga yozgan maxfiy xatida o'zining qanday qilib Shandongga kelib qolganini tafsili yozibdi. Bu isbotlarga asosan Osmon to'g'risida tuvandagi hikoyani aynan qilib sang yozdim. İmkan qadar boshqalarga demay turg'in. Osmon 1970-yili atiyazda qechib yurgan yeridan ikkinchi qitim qo'lga ilinib, Yangi hayot mahallasidagi ikkinchi turmaga qamilibdi. Turma tashqirqi ishkirki bo'lib, ikki hovlilik ekan. Tashqirqi hovlida muhofizatchilar bilan ot, mashinalar turdi ekan. Ishkirki hovlida mahbuslar bor ekan. Əlanurning dadisini ixro qildirish uchun uni nurg'un qiyin qistoqqa olgan bo'lsa-mu, unumi bo'lmabdi. Uni qo'rqitmoqchi bo'lib, tashqirqi hovlidagi qeri qor yog'ochga tayyorlangan sirtmoqning yeniga ilib kelibdi. Odam qiynashda dong chiqargan Jusan laqamlik bir kaltakchi bor ekan. Ana shu Jusan Əlanurning dadisini yukundirib, o'ltirg'izib qo'yib, hadab o'rindiqda turib elib, sirtmoqni so'pindig'ili turibdi. Buvayning sirtmoqda o'lishga ko'zi yetib, bola chaqasini o'ylab ko'z yeshiqibdi. Shu chaqda ishkirki hovlidan Osmonni haydab chiqibdi. Osmonning put-qo'li bo'shgan. Demak, dar shuning tayyorlangan. Buvayni qo'rqitmoqchi ekan. Oldingi kunlar so'roq vaqtida bir yigitning Jusanni bir tepib yiqitayotganligi butun turmada hikoya bo'lgan ekan. Buvay shu yigit mushu Osmon ekanligini bilibdi. Osmon o'tib ketib, Buvayga qarab kulib qo'yibdi. Buvay turmada obdan sirtishib billa bo'lgan, keyin ayrilib boshqa turmaga qamalgan yigitga oxirgi qitim hesdoshlik bildirib, beshini langishtirib qo'yibdi. Osmon dar ostiga kelibdi. Shu chaqda uning ikki yonida 6 dan 12 qurolliq muhofizatchi paydo bo'libdi. Jusan bandinga chiqib Osmonga hayva qilib yana sirtmoqni so'pindabdi va bo'ynini sirtmoqqa kirgizib sinab yiqibdi. Bu Osmonga qilingan hayvisi ekan. Taza shu chaqda Osmon to'limi chaqqanlik bilan bandingni bir tepgan ekan, Jusan sirtmoqqa tushib bo'g'ilibdi. 12 nafar qurolliq egri kelangsiz Jusanni qutuldirish bilan bo'lib, 1 minutga Osmonni unutibdi. Osmon noyti chaqqanlik bilan shodadan o'g'ziga chiqib, shodani tortib olib, orqa tomga qo'yibdi-da, ko'zdan g'oyib bo'libdi. Jusan to'mirdek ko'kirib, sirtmoqdan oralla qutulib, tutinglar deb chirqirabdi. Orqada vaqirash, o'q etish xeyli davomlashibdi. Turma o'g'sida qarovullar qat'iy niyatga kelib qurbon berishdan qo'rqmay, har xil qiyinchiliklarni yengib g'albini qo'lga keltirish lozim degan uzundini takror vaqirabdi. Lekin Osmonni tutolmabdi. Keyin Osmonning xetidan buvay qolgan ahvolni to'liq bilibdi. Turmaning orqasi qo'noqlik ekan. Osmon qo'noqlikqa mukkan ekan. Qo'noqlikni qurolliqlar qo'rshibdi. U to'liq bir sotka qo'noqlik ichida mukinib, ko'kvas qo'noqni chaynab sho'rab kun o'tkazibdi. Ikkinchi kuni qo'noqlikni bir qattiq aqtirg'ili turgan ekan, Osmon ilojisiz qo'noqlikda o't o'rayotgan dehqon yigitga yilinibdi. Dehqon yigit Osmonning ahvolini bilgandan keyin uni turmal qilib cho'pning orasiga bog'lab, eshakka ortib qo'noqlikdan elib chiqibdi va oq o'stangning bo'yiga elib kelibdi. Osmon cho'p bilan birga o'stangda eqib Bayandayning qibla tarafi Chaylangziga kelibdi. U Chaylangzida suvdan chiqib, shu yerdagi oshxona oldida to'xtagan kozuppi berizit bilan cho'mkalgan mashinaga chiqibdi. Mashina Chaylangzidan mang'inicha Shexo'ga kelib, atisi biroqla to'xtabdi. Kampit piranik qachlangan qog'oz yashiklar orasida behudik oziqlanib yotgan Osmonni Shexo'da shopir ko'rib qopdi. Shopir hodiga vaqirguncha Osmon uni bir kalla urib yiqitibdi-da, qechibdi. Uni qo'g'lug'uvchilar Shexo'ning Uyg'urlar o'ltiraqlashgan mahallasiga yetib kelguncha Osmon birsining uyiga yo'shinib bilgiribdi. Osmonni yo'shirg'ichi burutliq, kamsiz bir odam ekan. Osmon qechib kelayotganda eshikida ochiq muhurkisini tishlab, qo'lini orqasiga
qilib turgan ekan. Osman birli qaragan ekan, u yo'g'on ko'zlar bilan uyini ishorat qilibdi. Osman uyga kirib ketgandan keyin qo'g'lug'uchilar kelib uningdan qashqunni so'rabdi. U yanla yo'g'on ko'zlari bilan yo'lni ishorat qilib, muxurkisini sho'rab, mit qilmay turibdi. U Osman bilan butun bir kecha birga bo'lgan turuqliq uningdan faqat turmidinmi degan bir jumla savol so'rabdi. Әтсі yerga yo'ruq tushmasda heliq odam Osmanning qo'liga 10 dan 2-3 kilo pishiq qo'li go'shti tutqizib, engi bilan mahalning janubidagi qarib turgan tog'ni ko'rsatib, "Xayr, Xudoga omonat" debdi. Osman tog' yoqlab 5 kecha kunduz minib, birdilla Davanchingga kelib qapti. U bir bekatda poyezdga o'g'irliqcha chiqayotganda qora nopuslarga qaytilib poyezdga chiqyapti. U poyezdga osh qo'rsaq bir tiyin pulsa chiqqan ekan. Bir sotka qiqilib so'qilib, qaysi vagonni tekshirib bo'lgan bo'lsa, soqchilarga tuydirmay shu vagonga kirib olib, yurib jon saqlabdim. Ammo qo'rsaqni heli nayrang bilan oldi olmabdi. Oxir vagon orlab yurib, biror insofliroq ko'z bilan uchirishni niyat qilib, daldangshib uzoq minibdi. Na tilamchilik, na o'g'irlik qilishni bilmaydigan odamning bundaq chaqda burun o'ldiganligi turgan gap. O ko'zi qorong'ulashib, beshi qiyib, aylanib yurganda bir vagonda uningga o'z tilini bildigan, birli qarab holini tushundigan bir haymdil odamning ko'zi tushibdi. Nega? Qashqunman, ochdan o'lganyapman. Osman oralla shuni debdi. Hojatxonaga kiring, debdi heliq odam o'rnidan turib. Osman uning keyinda minibdi. Hojatxonaga kirgandan keyin heliq odam Osmonga pul bilan bilet tanlab, 200 koy, 30 kilo bilet. Men eling, endi biz bir-birimizni ko'rmadik. Boshqa vagonga keting debdim. U kim, nimishqa Osmanni birli qarab tushunaldi. Bu savolga javob berishning o'rni yo'q. Osmanni turmal qilib suvga tashlagan, untinsiz uyda bir kecha saqlagan, muni pul va bilet bilan uni ochliqdan saqlab qolganlarning hammasi bizning xalqimiz. Ular o'z farzandlarining beshiga kun tushganda nima qilishni yaxshi biladi. Shuning uchun a'lo xalq mavjud bo'lib turadi ekan. Biz xim xatardan saqlana olamiz. Aksicha xalqdan ayrilgan, xalqning nazaridan tushganlarchi, ularning xalqi yo'q. Ular yiltisiz qamg'oq. Shuning uchun ular minib yurgan murda, so'zlaydigan chalma, vaqti qarali kelganda ularning chaylangan. Osman poyez bilan mang'anicha Shannon o'lkasining dengiz bo'yidagi bir noyisiga heliqi qora nopus hamrohlari bilan birga berib qapti. Hamrohlari uylariga ketibdi. Bizning Osman bir ko'ktat magazini oldida ba'zi yupurmoqlar ustida yetib qopib, jon saqlabdi. U poyezga chiqqandan tartibla Yaba degan nomga ega bo'lyapti. Yabalarning jamiyatda xeyli o'rni bor, chunki ular yolg'on yovdaq so'zdan xoli. Yaba emgak qilib berib ko'ktat do'konining ko'zatchisi bo'lib qapti. Uningga ancha-muncha haqmi berdigan. Yaxshi yeri Osman u yerda o'lim vahimasidan, so'roq azobidan xoli, xotirjam kun ko'radigan. Keyin u heliqi hamrohlardan bir ikkisining yordami bilan dengiz bo'yidan velosiped bilan bozorga biliq akilib sotadigan obdan bir ishni tepibapti. Boshqalar kuniga 2 qatnasa, Yaba 4 qatnaydigan. Bir qatnashda 2-3 yuan foyda oldigan. Osman hozir kuniga 10 yuandek pul topalaydigan. U xitida qanchalik pul to'plaganligini yozgan o'xshaydi. Lekin buvay bilan tuyuqsizla ayrilib ketdik. Osmanning xiti kelgan uyning adresini shu chaqda nemishqa bilib olmagandiman. To'limi afsus. Elanurning dadasi yaqinda turmada o'zini o'ldirib oldi. Elanur nerda? U dadasining o'limini texi bilmesi kerak, ha? Elanurning dadasini sen bilasan. Gomindaga qarshi so'qishda 1945-yili bir ko'zdan ayrilgan, xizmatda aktiv, samimiy sodiq odam edi. Hozir bu yerda o'lib olish ko'payotdi. Men hayronman. Abdunum rayonning xeyli yiroqni ko'ralaydigan, sinoqlarni o'tgan rahbarlaridan bir nechisi orqa o'zini o'ldirib oldi. Ularning o'lib olishga majbur qilgan zot edimi? Jismoniy yoki ruhiy azobmi? Ümidsizlik, irodasizlik yoki majburiyatmi? Men hargizmi o'lib olishni xayolimga keltirib baxmayman. Men ishonch va qiziqlik bilan kunlarni naqsham bilan buzitib xotirjam yashayapman. A'la, kelgusining parlaq quyoshi peshonamga illiq nurni sepmoqda. U nurning haroratini oldi bilan mening xo'shallik, baxtga omroq qalbim sezmoqda. Biz Gomurning misralarida aytilganidek
qizil nurlar ichida uchrashimiz. Bu xat emas, bir ədəbi əsər. Mən heç qandaq bir ədəbi əsərni bunchalik zo'qlanib o'qimaganman. Mən bu xatni 10 qitimlab o'qidim, hatto yodlab oldim. Do'stimning bu umid g'ayrat bilan to'lgan xatini menga yetkazgan. Xo'jayin menga birdilla suyimlik, qimmatli g'amxo'rchi bo'lib bilinishga boshladi. U Zulya, Turdi Bo'ra, Arif, Ömər Təmbür, Ömər Əpəndi, Lavli, Lavcav və Osmanğa g'amxo'rlik qilgan ismi noma'lum kishilardek sap qilib, pokiz niyatning egalari. Men qizil nurlar ichida shular bilan patroq uchrashishni, ularni texmi tushunib, o'rganib, ular haqida asar yozishni to'liq orzu qilaman. Men Kashqurun Qasqir ovozdan nahiyaga, ondan keyin shaharga berishni iltimos qildim. U meni atiganlikka o'zi nahiyaga billa opirishga va'da berdi. Ammo u mening Zulyanikida qilishimdan ansirab, Zulyanikiga bormaysan, shahardan o'ttir mushu yerga qaytib kelamiz-chu, deb qistab ma'qul javob ilib oldi. Men to'liq baldir xo'shal bo'lgan ekanman. Nahiyaga kelibla qora bulut texi tarqalmagan, muzlar ermagan, so'g'uq havoliq manzarani ko'rdim. Osmanning tayqidan keyin yana kimdir biri urg'anchig'i nomad puti sunib qo'li bilan harakatlanadigan polish mashinasiga tushib qopdi. Bechora qo'rmash meni ko'rib avval umchaydi, keyin kuldi, ondan keyin quchoqladi, lekin undamadi. Uni texi aksiga akelmabdi. Uningga texi xizmatmi bermabdi. Uyda davolanib etibdi. Uninkida qo'nib qoldik. Oqshimi nomad heliqi xotanda tepishgan ayoli bilan u yana shu ayoli bilan yarashibdi. Kirib keldi. Uning putlari gaj bilan qotirilgan ekan. U injiqlab yostiqqa yo'linib yon boshladi-da, hammani og'zidan qoyamg'o yoqtirib tilg'ili turdi. Qasqir ovoz nomadning o'skilan oqargan soqollari orasidagi do'rday kalpuklari orasidan chiqayotgan haqoratlik tilga chidamadi. Seni kim urdi, birodar? Ish qilib Xudo urdi. Seni urgan Xudoning ko'zi qarg'u ekan. Sen nima demoqchi? Soqol aktiv İştning balasi, sening putingni emas, tishingni chiqish kerak ekan. Og'zingni qo'y qolisidek ütlagan bo'lsa, xeyli pokiz bo'lib qoladi ekan. Sen g'alcha, sen chiqimchi. Nomad azob bilan chiroyini purishtirib, qasqir ovozga qo'llarini shiltib vaqirdi. G'alcha, chiqimchi bo'lsam-mu odaman. Sen yilondek yer beg'irlab menib, buni pokiz uyni nadin topding? Yo'qol ko'zimdan. O'mirqisi uzilgan lolmish. Yo'qolmasang heyli o'lkingni soyda ko'rsan. Qasqir ovoz rostilla medirledi. Uning seriq burutlari tik-tik bo'lib, ko'k ko'zlaridan o't chaqnadi. Men uning beliga kesildim. Qo'y aka, buningga ig'izingni uqratma. Xo'sh, nima deysan? Nomad. Nima deydim? Yolg'on deylu paydo qilgan raqibdek ishlarning ustidan birlashib arz qilayli demoqchiman. U ikki qo'li bizning esil odamlarimizning qini bilan bo'yalgan qotil. Esit Savutov, Esit Nadirov, Hoshir, Osman. U mishildab yig'lashga boshladi. Men uning nafrat bilan sinchilab qaradim. Oqirib bo'lishiga oz qolgan qo'yuq, o'skilan soqollarini orlab, qo'riqlarini yuyib iqiyotgan ko'z yoshi uning pushaymon, azob bilan o'rtangan qalbining zardabi ekanligini bildim. Bilgan zaman uning ichim og'ridi. Nimali bo'lmasin, biz bir maktabda 3 yil birga o'qigan, 3 yil ichida chiqishgan, tillashgan ham birga kulishgan. Bir qozonning tamuqi, bir maktabning turmushi bizni 3 yil ichida tushunish, hissashlik qilishga o'xshash yaxshi fazilatlarga erishtirgan. Shunga men savoqdishimning ko'z yoshidan soxtalik, quvliqdan ko'ra samimiylik, rostchilikni baldir ko'rdim. Nimaga yig'laysan, nomad? Yolg'on deylu paydo qilgan bo'lsang, bu sening o'z meyling emas. Senimi qaymoqtirgan odam ba. Biz bunimi bilamiz. Ko'z yoshi bilan birini qarlig'ili bo'lmaydi, lekin qorini oqlig'ili bo'lmaydi. Yeshin 40 keldi. Saxtalik, nafsaniyatdan tortgan ziyonlaringmi yetarlik bo'ldi. Xalqqa qanchalik foydang tegdi? Hayotingda lazzatlanib tilga olgudek nima ish qilding? Mana bu narsalarni astaydil o'ylaydigan, insoniy burchingni vijdon bilan o'rindaydigan vaqting keldi. Bir jang bo'lsa, oldingi safda o'qda o'lsam. Nadi jang barkan, dedi qasqir ovoz xafa bo'lib. Sana nam chiqirdigan bir yo'l bor. Ming maralga barg'in, tik cho'qiga chiqib, cho'nqur hanga sakra. Uchsan, o'lisan. Nima deysan? Men sana o'xshash yolg'on aktiv emasman, jumu. Bilaman, jin aktivsan. Yaxshilarning jiniga zomin bo'lishda birinchi aktivsan. Ishning balasi, mavi uydan chiq, heli bo'lmasa.
Namitek ittin başqa yalaqdek özüngni toğuğa çoqtub öldüramsan. Mavu tovu qilsangmu bularga emas, hökumatga qil. Namatning ayoli o'rnidan turdi da erining qo'lidan tortib, qo'ltiqidan yo'lab, o'yliq elib mangdi. Qurmashning ayoli uning erini harvga joylashtirishiga yordamlashdi. Qurmash beshini lang'ishtib kulib qo'ydi. U yanala gap qilmadi. Men uning ko'nglini ko'tarmoqchi bo'ldim. Adash, garmishga chelishni unutmagansan? U menga tabassum bilan qarab qo'ydi da beshini lang'ishtib qo'ydi. Adash, Zulya akini turmadan qo'yib bergandi, ha? U beshini lang'ishtib ifoda bildirdi. Әтигәнлеге наилік паркымның күзәтчісіден Ашырның пулын алдым. Сейд Ялаң төшінің үйіге өзім ялғыз бадым. Қасқыр ауызны шәрлік инқилаби комитеттен шыққан мәхсус машина доклад қылдырыш үшін еліп кетті. О кетер вақтыда етіні маңа тұтқызып деді. Чолуырыны бешіғі түрмәлләп қойып әтсің, етінгі әгішіп юри верді. Төт yerdə doklad qılğudəkmən, xənzurçığı tərcümə qilishqa billi baramsan ya, başqa tərcümələr taza əpləşdirəlməydigan. Yoq, mening ishim to'la. So'zlagan siri ichilvatman, hozir ho'duqmayman, duduqlamay, xuddi 4 sar ichib olib po atqandekla so'zlayverman. Tova, burunlarda yolg'on so'zlarim uchun qiziratdim. Hozirchu so'zlaganlarimni rasmikin deb qolaman. Biri bu gapimni yolg'on desa xafa bo'lman, uni tilayman. Men hozir o'zimni rostla hech kim qilmagan ishlarni qilgan qahramon sanayman. Yolg'on gapmi takrorlanaversa rostga aylangan o'xshaydi. Hozir uning mijozimi, minish turishimi, ovozimi o'zgardi. U hozir muhurka o'rniga sigaret chekadi. Boshqalarning ismining beshiga yo'ldoshni qo'shib chaqirishni unutmaydi. Qo'pol ig'ir o'tiki o'rniga mashrang qisqa qunchilik rezinka cho'xay bilan paypoq kiyib belikiga Shanxay markalik soat taqib, mashrang chapınning tugmalarini to'liq etib, soqollarini pokiz qirib yuriydi. Burunqi qasqir ovuzliq belgilaridan seriq burdi bilan ishtihasi va ishning bolasi deb qo'yilgan odat so'zli qolgan. Hozir uning qo'llarimi yumshab, yuzining qizili aziyib, qo'rsqi burunqidan yo'g'inab, mangsa hasiraydigan bo'lib qolgan. Men uningdagi o'zgarishlardan ansirayman. U samimiyat bilan safliqdan mahrum bo'lmas bo'ladi. Yezi yo'llarda otliq yurish ajabmi ko'ngillik. Sharq shamili jang'aram. Bug'doy engizlari kun nurida jilolanib kishini ruhlantiradi. Qosh daryosidan ayrilib chiqqan yoshlar o'stangi, oq o'stang, ora o'stang, Bayto'qay o'stangi shavqin suram bilan tubduz ili vodisining bag'riga chopadi. O'stanglarning sakratmalaridan paydo bo'lgan mazg'abdak oppoq bujg'un yiroqdagi kishiga yerdan ko'tarilmoqchi bo'lgan g'ozlar to'pidak bilinadi. Çangsız havaliq, puraqliq, nəğmə navaliq etiz yolları manga balliq çağlarımdaki qalbimga çekilgan o'chmas tamg'idek xotira batlarini varaqladim. Men mushu yollarda menib, mushu sularda cho'milib, mushu giyaklar orasida ig'inab yugurib yurib, cho'ng bo'lgan, aql topgan, g'oyilik bo'lgan men. Shuning uchun mening ko'ksi qornim ili vodisida keng, illiq, qalbim qosh suyidek to'lqinliq, bujg'unliq. Arzu həvəslərim bugünkü səhər havasidək roşan, tiniq və taza. Mən ana yurt oğluğa münasib bolmasam, muşu tuproq astidagi əcdadlarının közü yumulmaydı. Mən Haşirning, Zulyaning və bütün ümidlərini manga qaldırıb vaqtsiz xazan bolğan qadardan ustazlarım Savitov, Nadirovlarning ümidlərini aqlayman. Dəhşətlik boran ötüb ketdi. Mening borandan aman qalğan dost yaralarim yaqında jam boladı. O çağda biz həmmimiz bunu güzel təbiətinin bizga tayyorlagan lazzatlik, ko'ngillik in'amlaridan billa bahramand bo'lamiz. Xo'shallik va tantana bilan xotira batlarini to'ldirganimning ahamiyati qanchalik? Romanlardagidek xotiralar bilan bir butun voqealar tizmisini yasab chiqsam, albatta kelgusining yozuvchi, tarixchilarning rahmatiga ega bo'laman. Lekin men rahmat və alqış üçün yaşayan bolsam, bu dünyada cəfa müşəqqətini az görgən bolatdım. Çünki alqış bilən rəhmət hazırki gündə tolumu ərzəlləşib getdi. Səbəbi o yalğançılıqni özüge tupraq qılğan. Valanki, dünyada ən asan iş yalğan eytiş. Şunun üçün mən xatirəmgə Seyid Yalan Töş bilən köngülük haraq işkənlikimni, onun Haşir üçün toquğan mədiyələrini, Zulya bilan quchoqlashib ko'rishganligim, uning yanala Dadoyning shujisi,
Gongshi İnqilobiy komitetining hay'ati qatorliq vazifalarning tirilganligini anglab hayajonlanganimni, kichik opamning o'ruq qo'llari bilan engaklarimni silab xushalliqdan yashang'irab, xunsizlangan ko'zlariga yosh olganligini, o'ltirishlar, naqshlar, Zulya akaning ayoli saqlab qo'ygan qo'lyozmalarim bilan kitoblarimni ko'rganda oqqan issiq yeshim qatorliq ishlarni ujuri-bujurigacha yezib o'ltirmayman. Men turmadan chiqqan, tutqunlikdan qutulgan, o'limdan omon qolgan barliq do'stlarimdek bu yilning xushalliqi, hayotning qadr-qimmati bilan baxtliman. Men xushalliqdan samirib ketmadim. Yanala ovoqman. Oqargan chachlarimmo qardab qolmadi, balki texmi ko'paydi. Navoda o'zgarishni yezishga to'g'ri kelsa, shuni yezishga to'g'ri kelar. Men 2 ot bilan 5 kun yez aylandim. Bir sho'x yigit qasqir ovuzning etini minib oldi. Biz tog' bag'riga ot chepishdik. Otlar bo'randek ushmoqda. Heliqi sho'x yigit meni ot ustidan xuddi cho'ji olgan sog'a o'xshash yulib oldi. Men qo'rqib tipirladim. Chala maslik, sho'xliq beshimga chiqdi. Biz yop-yeshil qaptalda otdan kalibonliq bo'lib yiqildik-da, sayning tapiniga qarab qamg'aqdek do'rmaladik. Hey, palakatchilik, mening so'l putim sungan. Mana men hozir heliqi tog' bag'ridagi kichik mahalda o'z uyimda qo'ltiq tayoq bilan talaga chiqqanimga 2 kun bo'ldi. Hash-pash degicha ko'z kepdim. O'riklarning yo'pirmoqlari cho'g'da qizargan, yozicha tog'da yoyilgan seyirim bilan 6 tuyoq qo'yim to'nig'isiz bo'lib samiribdim. Men mana bu yil oktabrda Zulya akaninkiga ko'chib borman. Naida menga necha qitimlab xat telefon keldi. Meni Nailik o'tir maktabga taqsim qildim. Men maoshimni elib turyapman, lekin men u yerga bormayman. Shahardan Orif bilan Toshpo'lat xat yozibdi. Roziya turmadan chiqqan. Men shaharga kiraman. Umar apandini, Roziyani, o'g'lim Alini, qizim Dilarani yo'qlayman. Bugun traktor bilan Nahiya markaziga keldim. Mana avtobus bekdi. Men qo'ltiq tayoq bilan bekatga keldim. Bekat Nahiya bozorining markazida. Ochiqroq aytganda, bekat cho'ng ko'chaning o'zi. U yerga odamlar to'plangan, hammasining ko'zi shahar yo'lida. Avtobus shu yoqdan kelishi kerak. Men terakka yo'linib bir chetda turdim. Meni taniydigan bir necha elam paydo bo'ldi. Ular menga qarab boshlanishib amalliq so'rashdi, lekin hech kim qo'l elishib ko'rishishga jur'at qila olmadi. Chunki ular mening qechib yurgan aksal inqilobchi ekanligimni bilishadi. Ular qo'ltiq tayoqimga, nachar kiyimlarimga qarab qo'yib, bir-biri bilan pichirlashdi. Ularning orasidan biri yinidagi hamrohiga eng yangi xabarlardan gap boshladi. Tova, odamlar jonlaridan to'yvatamdi nima? Ochliq idorasining heliqi piyanchi ko'zatchisining tutilganini anglagan sen Futung Shui Limbiyo ko'zda tutilgan. Ga chaqchaq qilib, suratingizga qaraganda kichigingizda qo'y boqqan o'xshaysiz. Men o'xshash boshni oyaydigan kesilingiz bor ekan, debdikan bugun atdigan turmaga so'labdim. Turmaga sapdi yoki qamoq opdi degan so'zlar bizning bu kichkina nahiyada kishilarni zodla cho'chitmaydigan oddiy bir eg'iz gap. Bu gapni anglag'uvchilar xuddi palonchining mushkini it bo'g'ib qo'yibdi degan xabarni anglagandekla parvosizlik bilan kulimsirab qo'ydi. Ya Allah, gap deganni chaynab qilmas bo'lmaydi ekan, dedi bayatdan jiq gap qilib amdilla to'xtagan yo'g'on burut, soqol buruti chekilgan odam tamakisini oldirab tutashtirib etib. Men chig'imda minbinglarning qamoqxonasida 3 kun yotdim. Nima gunoh qilganda? Futung Shuini, bu bayqushmi menga o'xshash bir yetimak o'xshaydi. Qaramamsizlar beshiga kechikidila chiqilgan tushkunini deb qo'yibdiman. Bu gapni iqitmay, temetmay opiribdim. Menichu, dedi bir bo'y ko'zlarini chimchiqlatib, qo'limni bog'lab dimbamga qisradinning terisini ortib, to'ng tezakdek tepib o'ynag'inni oz deb, texi yana 300 so'm jarimani qo'ydi. Chirqirtib turib oldi. Qisrandil til tekan bo'ptikan. Pichoqqa oralla ulgurgan. Tapma halol qilib olgan edim. Lekin dargumon bo'lib, go'shini sotay deb amdila ko'chaga chiqib edim. Uning gipi uzilib qoldi. Bir mashina jang chish bilan Noilik inqilobiy komitetga qarab ushqandek o'tib ketdi. Orqasidan ham jang ham shuarlar bilan tizilib odamlar o'tdi. Odamlarni yondab qo'lda
Mangdurdigan harvuda mükçüp o'tirib nomad ketib boradi. Heliqi yo'qan burun jayniki bilan yenimdagi odamni noqishlab nomadni ko'rsatdi. Qara avni ahvolini arz qilib har kuni noyilik inqilobiy komitetga boradi. Heliqi raqib Bojangning ustidan arzisi bor o'xshaydi, lekin ahmaydi-da, raqib Bojang hozir oblastning rahbari tursa, bu o'limtikni deb raqib Bojangni jazolab beramdi. Shuda qarab turg'un, mushu nakasning o'zini joylaydi. Bu bayqush mening qo'shnam, dedi bir dehqon, lekinsa to'limi azozul, to'limi besham bir xotini bor-da, Heyla obsharkisi to'xularni yavatgan, Heyla xotini yundisini bosug'i chechiyotgan, Heyla tamdan ortildirib, o'ylimizga axlat chava tashlavatgan. G'ambin qilay desang, hukumatning qo'rqadigan kishi. Voy, joypayni ilishig'i setib, pashni qiqib ketay desam, xotin unmaydi. O'zimmi dadamdan qolgan tavarruk joyning mardin kechalmayman. Bosh qetiqchilik. Derdi yo'q kim barkintang, dedi buvay beshini tatlab turib. Men ularning hiniga shafqatim va yo'g'an burunning gullik tamaki xaltasiga qo'l uzatdim. U menga qog'oz bilan sundi-da, kulib turib, sizni xumor qilib qo'ydimdi, ha, apandi. Muni demisimi rosta? Sizga o'xshash elning yaxshi o'g'lonlari debsanda bo'lib, avu namatning qalti ko'ysaylarning gul toji bo'lib ketayotganiga qaynaydi kishi. Hoshir shujidan xabaringiz bormi apandi, dedi. Men bilganlarimni aytdim. Qaysi turmada yotadi bilamsiz? Yiroq tikanda, yiqiroq yerda bo'lgan bo'lsa, menmi bir chini g'iza bo'lsa-mu, sunib qo'yay dedim. Mushu inqilob yangi boshlanganda men namatning 4 kona deb bizning 2 parcha gilamni elib ketganini aytgan edim. Hoshir shuji darhol qaytarg'izib berdi, dedi yo'g'on burun odam. Men o'rnimdan turdim. Zaxmlangan putim qattiq og'ridi. Otobus kelib qolgan edi. Yo'g'on burun odam avtobusga yugurishayotganlarga qarab qo'yib tudongshidi. Bekorchilar o'rindiqlarga o'tirishidi. Qiyri-churi, oqsoq cho'loq muhim ishi borlar bo'lsa, o'ri turishidi. Tangshalmagan olim, ayting apandi, bu ishlar qachon iziga tushidi? 4-5 yil bo'ldi. Rost gap ancha ahmaydigan bo'lib qoldi. Boyiqi namatdak qora ko'ngillarning saqisi olcha tushyotidi. Sizdek bizdeklarning dardi ko'payotidi. Bu ishlarning bosh oxiri bordi, ha? Biz degan qora ishchi harbukash mana shundaq siyosatni so'zlab qo'yimiz apandi. U meni qo'ltiqlab avtobusga chiqarib qo'ydi. Biz rastilla eshik to'yida o'ri turishdik. Belikiga qizil belgi taqagan ishchi kiyimidagi yoshlar mashinani egillagan. Ularning belikidagi qizil belgilariga Jiu Chaduy degan xatlar yozilgan edi. Seriq shapkasini cho'kirib kiyib olgan bir ko'zida iqi bor bir yigit mendan ko'zni uzmay qarab turadi. Men uni tonidim. U men qarayib bo'lganda har qitim so'roqqa ochiqqanda qattiq uradi. Qo'llarimni qayirib bog'laydi. Barmoqlarimdan inchik-kichigi bilan bog'lab asatdi. Mening ovozim putib ketgan. Vaqirsammi o'zim oral anglaydim. Ertasi hoshimga kelgandila ondan bo'lgan ishlarni eslaydim. Har qitim eslasam meni qiynaganlar ichida ashu bir ko'zida iqba, chiroy qonsiz yigit ko'z oldimga keladi-da, ko'nglimga hamon bir kuni sening kimliging ma'lum bo'ladi, sen cheksiz azob, aytib tugatgusiz xo'rlik his qilsan. Navoda sening badaningda bir tomchi bo'lsa-mu, insonning qini bo'ladi ekan, ish shundoq oxirlashidi degan fikr keladi. Hozirmi men u ich-ichidan xo'rlanayotdi, chunki u mening gunohsiz odamligimni bildi. Meni qarg'illarning uningga ziyonkashlik qilganligini bildi deb o'yladim-da, uningga ich og'ritib hissashlik bilan miyqimda kulimsiradim. U qo'shimizdan turdi. Yenidagi hamrohiga bir nimalarni deb pichirladi. Men cho'chib qoldim. Yenimdagi hamrohiga shaharga kirganda birga yurayli, aka. Men avu boladan nemishqidir cho'chib turyapman. Begona odamlarni urushga odatlangan narsakan. Men uning tayiqini ko'p yegan. Qo'shimlari turildimi? Bo'ldi. U odam urmay qolmaydi, dedim. Hamrohim uningga yalt qilib qaradi-da, yerga tukirib, "It", dedi uni sharat qilib. "Jallodning qonviyi, mening tog'amning o'g'li edi. Yetim qolgan, men beqib cho'ng qilgan, lekin dadamning dunyosini sen yeb tugatding deb meni birinchi bo'lib sazay qilganmi? Uyimizni oqtirg'izganmi? Shahardagi inimning 30 necha yildan beri yiqqan butun kitoblarni ko'ydirib o'tkazganmi ashu? Iningiz kim edi?
Men dərhal sordum. Siz bilsiz, Ömer əpəndi. Men o adamның qo'llarini ixtiyorsiz chin qistimda, etingiz nima deb sordum. Hozir qismim Nazar Harvikesh, hukumat jangsidagi ismim Hamrayev. Hozir nimishqa Hamrayev demaymiz? Men 3 viloyat inqilobi vaqtida polik komissari edim. 1958-yildan burun harbiy rayonda ishlaydim. 1958-yili kasb almashtirdim. Bayqimayla bir necha katvaşning tishiga tegib qo'yibdiman. Shu yili xizmatdan haydaldim. Naq boshqarma boshlig'imizdan, partiya a'zoliqimdan 170 yuan maoshdan quruq qoldim. Diqqamı bo'ldim, qari ishchimi bo'ldim. 6 balni boqaman deb xon tegida suv botirmi bo'ldim. 5-6 yil bo'ldi. Bir idoraning harvisini haydab yuryapman. Yana umidim bor. Men markazimni ancha-muncha o'qigan. Yer islohotida bir rayonning xizmatiga mas'ulmi bo'lgan. Haqiqatning kuchiga ishonaman. Hamon bir kuni haqiqat yengib chiqadi. Aqnishimga ishonaman. Qanot quyruqimni sal-pal tuzdib, Beyjingga berib yuqoriga ari sunay deyman. Ömer əpəndining ahvoli qandaq? U menga yalt qilib qarab qo'yib, qalpoqlarini midirlatib qo'ydi, lekin gap qilmadi. Ömer əpəndi bizning ustozimiz bo'ldi. Men u kishining uyidimi bo'lganman. Bilaman dedi Hamrayev past ovoz bilan. Hoshirmi, Namatmi uning o'quvchilari. Siz kitob bilanlar bo'lib ketgan odamlarni oz bilasiz, lekin sizni bildiganlar ko'p. Sizning Uyg'ur adabiyot tarixi to'g'risida Urumchida qilgan leksiyangiz qisqasi hammasini bilamiz. Men xijil bo'ldim. Men hayot odamlarga qaraganda kitoblardagi odamlarni jiqroq bilaman. Ba'zida tanishlarimni kitoblardagi odamlar bilan aralashtirib qo'yaman texi. Bu odamning ismini yana bir uchrashganda so'rab yurmasligim uchun Hamrayev degan oson ismni bir qancha qitim takrorladim. Shunda qilib Ömer əpəndining ahvoli qandaqroq? Ahvoli nihoyat yomon, dedi Hamrayev qo'shimizni turib. Qisqacha aytsam, uning beshiga ig'ir kunlar keldi. Aqlidan adashmag'iniga hayronman. Yurgining cho'nqur bir yerida umidi bor o'xshaydi. Umidlik o'lmaydigan fukam. Kunlarning biri o'z umidlarining yolqinning pilida bir yong'inni bo'lsa-mu ko'rib olishga ishonadi. Bo'vay. Hamrayev alam bilan derazning sirtiga qaradi. Sirtda oq yig'in bo'lib yomg'ir yog'ayotdi. Suvga chilashgan etizlarda qog'lar ho'rliq bilan uchib yuradi. Yardir putum lo'qildab og'ridi. Menga gap qilishmi orom bermaydi. Shundaq bo'lsa-mu, Ömer əpəndining beshiga qanday kunlar kelganligini bilishga taqozo edim. Biroq Hamrayev bu haqda gap qilishni xohlamag'achqa ko'chalar berishni ap ko'rmadim. U ko'zlarini yerim yumib, avtobusning eshik tubidagi tutqish hodisini quchoqlab jimjit turadi. Uning oqargan soqollari, yuzlaridagi hozirla cho'nqurlashib ketayotgan, bilinayotgan qo'riqlari 40-50 yillik hayotidagi xo'shalliklarni ma'ni qilg'uchi, yaqinqi yillardan beri nochilik tufaylidan tortgan azoblarni tasdiqlovchi isbot qog'ozi bo'lib, mening oldimda ichiqliq turmoqda edi. Lekin men uning so'zlaridan zorlanishdan ko'ra umid va ishonchning ko'pligini sezdim. Men bu holimni uningga selishtirdim. Muni jonga tegayotgan og'riq bir necha yildan beri bekorga tortayotgan azoblar qonun tuzum yo'l qo'ymaydigan yo'llar bilan menga o'xshashlarning baxtda saodatini oyoq osti qilayotganlarning ko'krak kerib yurishlari texi uni oz deb abu bir ko'zda iqiba yolg'ondan ishchi kiyimi kiyib olgan maxluqning noh tartgan xo'rliqdan qutulganimga norozi bo'lib olishlari yuragimda jamiyatga, partiyaga norozilik va o'chmanlik paydo qilgan bo'ladi. Lekin jamiyatni unchalik oddiy tushunadiganlardan emasman. Haqiqat yaqin orada o'zining soplig'ini va qudratini ko'rsatadi. Men buning ishonaman. Yuragi soplarning orzulari o'lmaydi. Men uni hozirmi isbotlab bera olmayman. Shar-shar yomg'irdan qechib dimiqda o'ngurlarga kirib olgan kiyik bolalari yomg'irdan keyingi texim go'zallashgan qaptallarda qiyiq etib o'ynashganidek bir kuni men qora bulutlarni yerib chiqqan haqiqat quyoshining nurida huzurlanaman. Men shuning uchun ba'zilardek samimiyat bilan bir mahal hayot kechirib, o'ngsizlikqa yo'liqqandan keyin soxtlik bilan yashashga o'zimni majbur qilmayman. Men oxirgacha samimiyat bilan yashayman. Xuddi mening dadam butun hayotida bir odamni aldamagan va dil azori yetadigan ish qilib baxmaganga o'xshash, men o'z hayotimda soxtlikning dushmani bo'lish bilan xalqlarning barakalasiga ega bo'la olmayman. Mashina to'xtaganda xiyolim uzilib qoldi.
Qo'ltiq tayqi bilan mashinadan tez tushdim. Hamroyev yonimda paydo bo'ldi. Ovlarning chiroyi o'msa, dedi u. Yuring, akamlarnikiga tez ketaylik. Bir to'p bo'lib olgan boyiqi chujadoy a'zolari bir-nimani qiziq talashatdi. Bizmi tajribali bo'lib qoldik. Ularning ko'zdan neri bo'lganimiz tuzuk. Ikkimiz tor ko'chaga burildik. To'xtash, dedi bir ko'zda iqba yigit kaynimizdan kelib. Biz to'xtadik. U bizni cho'ng ko'chaga haydab chiqdi va semut ko'rik qanatiga chiqib olib, g'arang-g'urung ovozda ko'pchilik vaqirdi. Proletariat diktaturasini hargiz unutmaylik. Sinipi kurashni hargiz unutmaylik. Jin shaytonlarning quyruq ko'tarishiga yo'l qo'ymaylik. Mao ikkisi nazorat ostidagi jin shaytonlar edi. Ommaning nazardan qochib yurishganlar. Biz hozir inqilobiy harakat qo'llanamiz. Inqilobi ommaning bizni qo'llashini umid qilamiz. Har qatim anglasam yuragim tig' sanjilgandek og'riydigan, qahratonda daryoga tashlangandek odamni andiktiradigan bu ovoz meni shunchalik azoblaydi. Anglabla bo'g'ilaman. Zuvonim tutiladi. Chunki bu shuarlarga rost gap qilish o'tkizga so'ra o'gatgandeklar bir ish edi. Lekin Hamroyevmi ko'pchilik vaqirdi. Xaloyiq, meni asramanglar. Bulardan bo'lgan odamman. Lekin muni oqsoq yigitni qo'g'dab qilinglar. U bizning atoqliq olimimiz a'la. A'lani kim bilmaydi? Butun vujudini ilm-fanga beg'ishlagan yosh olimni asrayli. Munolarni bir qora qo'rsaqning du kush qilishi bilan kelib talashqa tamshilayotdim. Uning so'zi tugmadi. Mosh tasma putlar bosh ko'zimizga tegishga boshladi. Beshimga nima tekkanligini bilmayman. Ko'zim qorong'ulashdi-da uchib ketdim. Qo'rsqimga biri dastavatgandek, chechimni biri yulayotgandek bilindi. Men sim karvatda ho'shimga keldim. Ustimda bir go'zal qiz menga engishib turibdi. Cho'chib beshimni ko'taray deb urindim, lekin beshim tosh bilan bostirib qo'ygandek eg'ir edi. Nemishqa shuncha urdi? Men shuni o'yladim-da, ko'nglim ilishib, ko'zlarim qorong'ulashdi. Nemishqa bo'ladi, bolam, deydi bir bovay beshimni silab. Sen bilimga intilganing uchun urushdi. Ularga qaraganda sap va yaramliq bo'lganing uchun urushdi. Men bu ovozni Ora O'stan maktabida, boshlang'ich maktabda o'qiyotganda bizga otadarchilik qilgan tozliq ishchisi Ismoil otning ovoziga o'xshatdim. Men Sharshar O'stanni maktab kayinki g'o'llari kavoklashib ketgan qizil olmalarni, yo'g'on terak yendiki tugmanni esladim. Men kechda to'liq o'shimga keldim. Hammani shu chog'da bildim. Beshimga tapanchaning payniki bilan uribdi. Bir to'p o'quvchilar Jiu Chadoy a'zolarini tutibdi, qorallarini tortibdi. Ular Hamroyevning so'zini anglab, mang'ilayotgan sapridan qilib meni qutqizibdi. Hamroyevning deyishicha, ular bayqi bir ko'zda iqba yigitni so'ra qilibdi. Ko'zda iqba yigit a'la arz qilg'ili oblastlik inqilobiy komitetga minibdi. Biz buyruq bilan uni qaytarib kelishga mangan debdim. Men bu gaplarni anglab Hamroyevdan ular mening da'vo qilg'ili manganimni nadim bildi? Da'vo qilishimdan nemishqa shuncha qo'rqidi deb so'radim. Nadim biladi? Ular kayningizga odam qo'yganda nima degan, nima qilgan, nega manganligingizni darhol bilib bo'ldi, danga, dedi Hamroyev. Sizni qattiq urvatdi, dastlab chayilvatdi ukam, lekin shukr qilaylik, bizdaklarning natijasini o'ldirib etishdi. Nemishqa qo'rqidi demsiz-a? Nemishqa bo'ladi? Siz bilan bizga qilayotganlari sapla jinoyat tursa. Albatta ular asqili ilib mangan itdek uni buni tishlaydi-da. Men to'risqa qaradim. Bayqi engishib qargan qiz tamdiki Roziyaning cho'ngaytilgan surati ekan. Uyda yolg'iz qolganimda Roziyaning suratiga qaradim. Uning baxtdan xumarlashgan duglak ko'zlari hozirla kulib yetadiganday qilib turgan. Qizilgul po'rikiga o'xshaydigan lablari, g'ijim chochlari, ikki qur oq unchi marjon, qo'yiq yopirmoqlar orasidagi yangi ichilgan attirgulni eslatadigan qo'yiq chochlari ostida mo'kinib turgan halqisi bilinar bilmas ko'tarilib turgan ko'ksidagi yoshlar ittifoqining izniki Roziyaning sho'x, umoq, fikrjan, hissiyotli yoshlik qomatini ko'z oldimga tirildirmoqda edi. Shu chog'da yoshlik chog'larimiz Ili Darul Mualliminda o'qiyotgan chog'lardagi o'zaro albom almashtirib yurishlar, Van Qadir Beg'iga yoki Aydururum tarafdagi talliqqa dars takrorlig'ili billa borganlarimiz. Lushin
Gorki yoki mütəllib abaylarga atab ötküzülgən xatira keçiləri, tansalar, yeni yıl axşamlarında qish buvay bo'lib chiqishlar, tantanalik tantarbiya musobaqalari, komsomol faoliyatlari, ilm-fan to'g'risidagi qiziq suhbatlar, kelgusimizdagi ko'ngil orzularimiz to'g'risidagi sirlashishlar birma-bir ko'z oldimga keldi. Men bu kunlarning takrorlanishini bakmu xohlaydim. Lekin Raziya yo'q, uning buni go'zal yoshligimi yo'q, uning buni odam zo'qlangudek husnimi, hissiyotchanligi, orzu va umidlarimi balki bergidan ajrab, rahimsiz tabiatning qupritishi bilan xazonga aylangan gulga o'xshab qolgandi. Men bu uyga tuyuqsiz yorda bo'lib kelib qolgandan keyinla Umar apandining beshiga kelgan falokatlarni to'liq bilgan bo'ldim. Bilganligim uchun ko'nglimga tushgan jarohat yana cho'ngaydi. Men Umar apandining beshiga kelgan falokatdan bir necha qori yezib qo'yishni zarur hisoblayman. 1955-yili Umar apandining sobiq qudisi 2 sovet mutaxassisini tanishtirib avatibdim. Bu Türkologiya ilmiy xodimlari Umar apandining kitoblarini yerim kun ko'rib, Chag'atay davridagi shoirlardan bir nechasining to'plamini setib berishni so'rab turibdim. Ular qancha yuqori baho qo'ysimi, Umar apandi setib bermabdi. Bir necha yildan keyin o'ngchilarga qarshi kurash yig'inida Umar apandining panturkistlar bilan til biriktirganligi to'g'risida bir parcha fosh qilish materiali o'tirg'i chiqibdi. Muhim tarixiy materiallarni chet elga chiqarib etmaganligi uchun Umar apandi kurash qilinibdi va o'ngchi bo'lib qolibdi. Lekin kitob saqlaganligi uchun pushaymon qilishni bo'lsa, u o'ylab qo'ymabdi. O'ziga ma'lum bir odamning qasd qilganligiga, bu vaqtlik falokatning tez orada o'tib ketilganligiga ishonib, kitobxonasini yana yangi kitoblar bilan betiveribdi. Kelgusiga bo'lgan umid uni ishonch va kuchga ega qilg'ashqa o'z kitobxonasini xushallik va ruhiy o'ziq tepaveribdi. Lekin eg'ir poyja 1966-yili 6-oyda boshlanibdi. Bu chog'da Raziya 6-7 yillik o'qituvchi ekan. U mushu ko'ngilsizlik sababidan ko'zni yumibla Behram apandi bilan to'y qilishga rozilik bergan ekan. U chog'da Behram apandi tarix ilmi bo'yicha bilimlik ziyoli hisoblangan. Kishilar bilan aloqalashganda qamlashgan yuzda kulki ketmaydigan, muallimlar kursiga dars o'tganda siliq va salmoqliq tili bilan o'quvchilarni jalb qilib oladigan odam ekan. Doim qiyri buzilmaydigan buruklari, siliq tortiladigan parqiriq sochlari, qizlar ichida havas va e'tibor qo'zg'agan ekan. Lekin odamning olisi ichida bo'ladigan Raziya bilan to'y qilganning adsla uning haqiqiy qiyofati oshkorlanishga boshlabdi. Oqshimi mehmonlar uzoqandan keyin Raziyadan kulrang kostyum kiygan yigit bilan qancha vaqt yurgan eding deb so'rabdi o'ngib tatirib. Bu nima deganingiz? Deb Raziya bo'zdek tatirib. Sana ajab ma'nili qaraydi-ku. Ko'ngilsizlik boshlanibdi. Kundalik odati bo'yicha Raziyaning maktabiga Raziyani billa akitishga borgan. Bir kashqurligi u xizmatdan chekingan. Mening 80 necha yuan maoshim, dadamning qolgan uy, anjam bizga kangtasha yetib oshidi, debdi. Bu nima uchun? Tushunishliqku. O'nlagan erlar sana osh bo'ridek hujum qilayotgan bu maktabda ishlash sana qanchalik rohat bo'lsa, menga shunchalik azob. O'qimishli odam o'rinliq gap qilishi lozim-ku. Birinchidan, o'nlagan erlar menga bo'ridek yepilg'ini yo'q. Ikkinchidan, sizga azob bo'lg'idek ish bo'lg'ini yo'q. Ular shu kuni xilla urushibdi. Bir kuni u uyga kesh kelibdi-da, meni masdimigin, men saqman. Qo'lchirig'i bilan yerga qarsam, eshik to'yda bir erlar shiblitining izi turdi. Sen xotin, deb chichilg'ili turibdi. Raziya chidamabdi. Aslida ko'ngli yo'q odamdan tortayotgan xo'rliqiga taqat qilib turolmabdi. Shu kechasida dadasinikiga qaytib kelibdi va Behram bilan qayta uy tutmabdi. Lekin Raziya 2-yili o'g'il tug'ibdi. Demak 1966-yili Raziya 22 yoshlik tul ayol ekan. U 4 yoshdan oshgan o'g'li bilan dadasinikida turadi ekan. Bir kuni ushtumtut Umar apandining kitobxonasini tekshirish uchun 10 necha odam kiribdi. Hammasi seriq kitob, debdi bulardan biri. Ochiq kuydirish kerak. Menimi qo'shib kuydiringlar, debdi Umar apandining onasi eshikda to'g'ri turib olib. Hech bo'lmasa tekshirib chiqinglar, deb yolvoribdi Umar apandi ko'ziga yosh ilib turib. Kelguvchilar ona bolaning nolisiga Umar apandining ayolining qarshilig'iga pisand qilmabdi. Kitoblarni kuydirish uchun talaga to'shib beribdi.
Shu chaqda Raziya kelib qapti da yerda yiqilib yetib qolgan momisini yo'lab uyga akirib qo'yib, kelguvchilarning boshlig'iga "Men Mavjushiga, markaziy komitetga davolashib boraman. Bu kitoblar jamiyatning boyligi" debdim. "To'rt konaning kuchlik o'g'iti" debdi heliqi boshliq. "Men oblastlik madaniyat inqilobiy gruppasining a'zosi bo'lman. Raziya, men sizni taniyman. Аңлы qalda bizga yordam qilish majburiyatingiz bor. Qarshilik qilsangiz javobgarlik sizga tushadi." Аңгыча kitoblarning bir bo'ligi ko'ydirilibdi. Dadasining 30 yillik ajri, momisi, onasining ko'z yoshi lavildab ko'yivotsa, qiz qandoq chidasin? Qiz g'azabdan o'zini bosolmay, "Sizlar Chingizxon, sizlar Gitler, sizlar insoniyat madaniyatining dushmanlari" deb tillabdi va o'zini o't yiqayotganlar tarafga etibdi. Lekin uni urib, og'zini qanatib, qo'llarini bog'lab, beshiga uzun qog'oz qalpoq kiygizgunicha elib ketibdi. Ömer Efendi onasi va ayolning halakchiligi bilan ularning kaynidan borolmabdi. Faqat 5 kundan keyinla Raziyaning derigini olibdi. U naq aksil inqilobchi nomi bilan turmaga tashlanibdi. Bu ig'ir dard alam Mo'may bilan ayolni yiqitibdi. Mo'mayning qon besimi o'rlab bir oy palash bo'lib, yotgandan keyin vafot bo'libdi. Ayoli bo'lsa onaning 40 nazirisini bo'lgan kuni tuyuqsizla vafot bo'libdi. Ömer Efendi yolg'iz nevrisi bilan qolibdi. Aradan 2 yil o'tgandan keyin Raziya bu xabarlarni anglabdi da aqlidan adishib qopdi. Ömer Efendi karvatining yeniga keldi va budur chashliq nevrisining beshini silab turib, past ovoz bilan menga tasalli berishga boshladi. "Men taqdirga ishonib qoldim", dedi u xo'rsinib turib. Yaxshi niyatlik odamlarning behuda xo'rliqlari beshinga qarab kelayotgan o'qdek dahshatli bir narsa. Ajaling bitmagan bo'lsa, shu udul kelayotgan o'qmu seni agib o'tib ketadigan. Men nemish qo'ymadim. Yurak kesalim bor edi-ku, hozir u kasalmi yodimdan chiqdi. Men hayot qilishga hech qachon hozirgidek taqozo bo'lgan emas. Balkim qiyirlik meni o'limdan qo'rqadigan qilib qo'ygandi, lekin men yashashni xohlayman. Heliqi meni so'roqchilikqa solganlarning halokatini o'z ko'zim bilan ko'rsam, dunyodan qoqshab ketgan bo'lman. Men har kuni gazet o'qiyman. Qolgan qatqan aqlim bilan vaziyatga baho berib kelyapman. Mening ishonchim kuchayotdi. Ko'zimning yeshi quridi. Men xalqdan roziman. Mendeklarni yanıla xalq rozi qila oladiganligiga ko'zim yetdi. Uning oppoq tala saqli lavlarda paydo bo'lgan g'uvo kulkidan midirladi. Oqargan qoshlari ostidagi nursiz ko'zlari birdilla nurlangandek bilindi. Bovay peshonaga yumshoq olqinni qo'ydi-da, "Sen ala, yaxshi yigit bo'lding. Mening miljarim to'g'ri chiqdi. Sen jafo mushaqqat chekib, o'z nomingni ulug' xislatga ega qilishga intilyapsan. Men senga o'xshash shogirdim bo'lganlik uchun xo'shalman" dedi. "Sizning kitoblaringizni ko'ydirishga qo'mondonlik qilgan kim? Siz uni yaxshi tanimsiz?" "Taniyman. Sizlarning noyida bir boshliq u. Uning akasi bilan men birga o'qituvchilik qilgan. Akasi bilan koni adovatimiz bor edi. Hadan qiz vaqtida ashuning akasi bilan ikkimiz tangla ko'z tashlagan. U boyligiga ishongan bo'lsa, men saf vijdonimga ishongan. Saf vijdon oltin kumushdan ustun chiqqan. Hadan meni xolgan. Shu qissasini uning inisi ilib berdi." "Raqibmi?" dedim men g'azab bilan o'rnimdan qo'zg'alib. "To'g'ri, kitob ko'ydirish boshlanganda u oblastlik madaniyat inqilobiy guruhida edi." "Shu" dedi buvay kulimsirab. "Sen chechilma. U bir qopqonga tushgan bo'ri kuchugi. Az kunda biz uning hozisini anglaymiz." Qadrdan ustozimning kelgusiga bo'lgan ishonchi meni jonlantirdi. Men go'yo chanqiganda bir suzuk buloqqa uchrab qolgandek xushal bo'ldim. Men shunday o'ylayman. Umid, ishonch meni yanala kitoblarga jafoliq o'rganishga chillayotdim. Men kitob o'qishga oldirayapman. Hayotim ortiqcha va arzimas ishlar bilan band bo'lmasa, men o'zimni baxtli his qiladim dedim. "Durust", dedi Ömer Efendi saqilib o'ttamlab turib. "Noahli bilan yoqalashishga ketgan vaqtmi, suvda eqib ketgan qimmatli boyliqqa o'xshash cho'ng ziyon. Qanday qilamiz? Inson deganning o'ziga kelgan foyda bilan ziyni mo'ljarlashga chomi yetmaydigan. Ba'zilarning foydasi cho'ngroq, bizdeklarning tortgan ziyni jiqroq bo'ldigan. Lekin men ishonaman, Nini xonlarning beshidagi tojilarmi ularni falokatdan qo'g'dab qololmagan. Raqib deganlarning kichkina amali nimaga dal bo'lalaydi? Pisand qilma, tarix o'zi undaqlarning yetarlik jazosini beralaydi.
Takabbur ahliga zinhor salomu alay demay o'tkin, ularning beshida diva mal'unning havosi bor. G'amni taroziga solsa, bizga qaraganda yana oshularning tarozisi bosadi. Chunki bizning begunohligimiz, sofligimiz ularga ma'lum. Bizning timiz qilib yurayotganimiz ular uchun cheksiz cho'ng vahima. Vahima bo'lmasa, ular seni urg'izamdi. Vahima ichidagi odamning xotirjamligi bo'lamdi. Ajal uningga ko'langidek agishib yuribsa, dunyoda uningdan betar xo'rlangan inson bo'lamdi. Sening ko'ngling uchunla bu gaplarni davatqanim yo'q. Bu gaplar mening mulohazalarimning javharlaridan ilingan so'zlar. 50 necha yillik hayotda turmushning man qoldirgan in'omlari mana mushu xil tajriba saboqlari yakunlar. Buvay uyida mengib yurib shu gaplarni qildi. Uning puklangan qaddi aytilayotgan so'zlarni ta'zim bilan tasdiqlayotgandek, go'shsiz yog'ochdan yasalgandek qatang'ur qo'llari havoga bu gaplarni o'chmas qilib yezayotgandek kishida unutilmas ta'sirot qoldiradi. Deriza tüvidagi serin gulning yupurmaqsiz shoxlari kashkuzning izg'irin shamolda chiv-chiv qiladi. Bog'dagi teraklar zikri o'qiyotgan buvaylardek kun chiqish tarafga qarab tinimsiz egilib qo'yadi. Nalardandir huvlagan ushtak chalgan ovozlar keladi. Buvay chiqib ketgandan keyin men derizaga tayinib boqqa qarab uzoq turdim. Bo'ron boqqa qaragan peshayvondagi lampochkaning tur nurlarini birda xazonlar to'lgan eriqlarga, birda havo rang vodaklar oddiy shipanga, birda bo'lsa olucha shaptullar yozliqi bukida o'sadigan tam yoqlarga opirib chopatdi. G'ilpal ko'ringan bu joylar menga Roziyani bir umr bu qizga bo'lgan sap muhabbatini saqlab qilishga qasamiyat qilgan qaysar do'stim Hoshirni eslatdi. Men do'stlarimni shu minutda ajoyib sig'ingan edim. Yeningda ular bo'lsa, mundaq surlik kechada tabiatning mung yoki g'azabli xitob bilan quluqingga kirib turadigan nag'masini anglab turib fikrlassang, nima degan rohat va ma'nilik? Uyga Hamroyev kirib keldi. U hayajonlangan edi. Oldirab xabar qilishga boshladi. Roziyani ilib chiqdik. Xeyli yaxshi bo'lib qopdi. Gap so'zlari joyida, jiqroq so'zlasa yoki hayajonlansa sal ketib qoldi ekan. Men o'rnimdan turdim va eshikka qarab mangdim. 13-14 yildan beri ko'rmagan, ko'rishga va o'qishmasliklarni ilib tashlashga ajoyib taqozo bo'lgan saboqdishim yaqin do'stimni bugun ko'raman. Sal to'xtang, dedi Hamroyev miramdan tutib. Tuyuqsiz hayajonlanish uning foydasiz. Men avval uni sizning ahvolingizdan xabardor qilay. Hamroyev chiqib ketdi. Men eshikning tutquchini tutib neriqi uyga quloq selib uzoq turdim. Gurkirgan shamoldan boshqa hech nimani anglamadim. Birdilla qoqoqlagan kulki ovoz keldi. Roziyaning ovozimi o'zgargan edi. U eshikka keldi va jaranglagan xushxuy ovoz bilan "Ruxsatmi, sahibxona?" deb eshikni chekdi. Men bag'ucha o'zi eshikni ochdi. Men uni ko'rib ketib qoldim. Oldimda oppoq chashliq, to'limi o'ruq, xushxuy bir ayol kulib turardi. "Hayron qilyapsiz?" dedi u mening hayajonlangan ko'zlarimga qarab va birdilla alqonlari bilan yuzni tutib buqildab yig'lab ketdi. Ömer Efendi bilan Hamroyev keyindinla kirdi. Ömer Efendi, "Xo'shal bo'ling qizim. Ko'ngilsizliklarni aslamang. Salomat didor ko'rish maklikmi bir baxt", dedi. Roziya noiti tezla o'zini tutib oldi-da kulib turib, "Qarang dada, a'la mening ukamdek turadi. A'la, endi siz meni hadadang", dedi. Men birda uning suratiga, birda o'ziga qaradim. Gelimga bir narsa turib qolgandek ovozim chiqmaydi. Ovozim chiqsa Roziya ranjib qoldigandek, uni ranjitish kechirgili bo'lmaydigan gunohdek bilindi. Men xeyli o'ylangandan keyin, "Yillarning so'g'isi, Roziya", dedim oqargan chashlarini ko'zda tutib. "Palliga birdak bizdan sal burroq beribsiz. Bu sizning menga qaraganda judun chopqunda ko'proq yurganligingizning alomati. O'kingidek yer yo'q." Men Roziyaning yoshlik qomatini, orzu-havaslarga, umid va ishonchiga boy chog'larini ko'rishni xohlaydim. Lekin yoshlik kelmasi ketgan. U bizdan borgan sari yiroqlashadi. U yiroqlashgan sari odamning ko'ngli shuncha g'ash bo'ladi. Demak, endi ko'ngillarni xush qilish uchun kelgusi haqida so'zlashishga to'g'ri keldi. Biz kelgusi to'g'risida so'zlashishga o'ltirdik. Kelgusi umid va armonlarning makoni. Bu makon bizning hayotimizni saqlab qolgan. Bu makon bizni yanada yaxshiroq, ko'ngilliroq yashashga intiltirmoqda.
kelgusiga intilgan yuraklarning porliq, teni subih bilan boshlang'usi. Biz bayramni taqozo bo'lib kutgan go'daklardek shu otqusi subih bilan xo'shlashmoqdamiz.